Assalomu alaykum. Trendda bo'lgan ko'ylakni boshqacha usulda tikishni va'da bergandim. Hozir shuni tikishni, bichishni boshlaymiz. 19 santimetr yelka kenglik, 1 santimetr qo'shib olganman. 8 santimetr bo'yin orqa ochilishi, chuqurligi 3 santimetrda. Hammada shunaqa bo'ladi. 2 santimetr yelkadan chuqurlik va to'g'ri chiziq tortib olinadi. Chok haqi oraga hozir biz volan parparaga qo'yamiz, shuning uchun chok haqi tashlab ketdim. Va yana ikkinchi tanaga ham proymadan tashlab ketaman. Ko'krak aylanasi bo'lingan to'rga qo'shilgan 3 holatda bichib olyapman. Belgacha uzunligini o'lchab qo'yib olaman. 1 santimetr chok hisobi bilan. Ba'zilar belini sal kaltaroq kiyish xohlashadi. Shunda 1 santimetr qo'shmasdan o'z o'lchagan joyingizni bichsangiz sal ko'tarilibroq chiroyli turadi. Bel pastroqdan joylashib qolsa ham ko'ylagimiz o'xshamay chiqishi mumkin. Ayniqsa o'sha Yevropa ayollarining bellari uzunroq bo'ladi. Myuller yo'nalishidagi asosan andazalarimiz xuddi shunaqa bellari uzunroq bo'ladi. Shunda biz chok haqi hisoblamasdan klientning o'zini bo'y belgacha uzunligini olamiz. Mana proymadan tashqarida yana 1 santimetr chok hisobi oldim. Bu hozir asosimiz 2 ga bo'linadi. Bu yerda bitta santimetr chok, bu yerdagi bitta. Ikkalasiga ham yonidan chok hisobi shunaqa qilib berib oldim. Hozir natija oxirida ko'rasiz nima uchun qanaqa fason chiqib kelishini. Va o'sha chok orasiga biz volanli yeng qo'yamiz. Yenga o'xshagan bir fason yengi ham bo'ladi. Bu ko'ylagimizni baribir klientimiz yengi ham qilib bering kichikroq dedilar. O'sha endi ichlar ko'rinmasligi uchun qo'llarni ko'targanda, endi ko'pincha yengsiz ham kiyishyapti. Oldi bel uzunliklari tik qomatli klient bo'lganliklari uchun 45 santimetr bo'ldi. Biz belni joyiga qo'yamiz, orqa bel, oldi bel bichyapmiz hozir. Proyma joyida turadi, faqat mana e'tibor bering, tepa qismidan chiqarib oldim uzunligini. Hozir men bunda 48-razmerdagi asos andazadan foydalanib vitichka hisobini qo'yib olaman. Vitichka qancha qo'yishimni. Xuddi shu yerga vitichka kerak bizga. Mana shu holatda. Shuning uchun sizlarga men asos andazani o'rganinglar deganim, hamma narsaga bemalol ishlab keta olasizlar. Men shundoq 48 razmerdagini oldim. Aynan klientniki emas, faqat ko'krak aylanasi bir xil ekan. Shuni oldimda qayerda qancha vitichka hisob qo'yishimni qo'yib oldim. Mana shunaqa qilib, shuning uchun asos andaza o'rganilishi shart. O'sha mana shu yerdan hozir biz bo'lib olamiz. Bu yoqdagini bu yoqqa ko'chirib o'tkazish ko'rsatyapman. Mana 3 santimetrni bu yoqqa vitichkani ko'chirdim. Hech qanaqa bir zararli joyi yo'q. Yelkadan o'sha teppa-teng bo'lib olish yoki 1 santimetr volani qayerga o'rnatadigan bo'lsangiz, xuddi shunaqa qilib vitichkani ham joyini ko'chirib olsangiz bo'ladi. Men joyini ko'chirib oldim yon tarafga 3 santimetrda xuddi shunaqa qilib mana. Vitichkani qancha oraliq masofasini matoga bichib olish uchun asosan kerak razmer bo'yicha. Bo'lmasa halqob tushib qolishi mumkin yoki ko'krak sig'may qolishi mumkin. Vitichka zarur. Mana oldi ochilish klient xohishi bilan hozir bu fason boshqacha chiqadi. Bu yerga prosta chizdim aylana. Natijani oxirida ko'rasiz. Mana shu holatda ilojim yo'q. Oldiga o'sha andaza foydalanmaslikning iloji yo'q. Sababi vitichka hisobimiz kerak. Mana 1 santimetr chok hisobi qo'ydim ikkala tarafga ham. Sabr bilan, e'tibor bilan ko'rsangiz mana shu holatda mana ko'krak hisobi ham chiqib keladi. Masalan, buni tekis qilib qo'ltiqdan bersangiz ham bo'ladi. Qo'ltiq pastidan ko'krakgacha bo'lgan holatda boshqa videolarimda xuddi shunaqa vitichkalar bor. Lekin mana shu holatdagisi volanlar chiroyli yot bergani uchun vitichkani yelkaga ko'chirib oldim. Endi bunaqa holatni ham ko'rsatib bermoqchiman. Asos andazadan nimaga foydalaniladi? Men shunaqa yo'qa qilmoqchiman, faqat o'tgan safargi videoyimda men va'da bergan edim, xudo xolasa sizlarga men chiqarib beraman deb. Biz o'sha materialimiz yetganicha bir enli materialni etakka oldik 65 santimetr hisobda.
etagimizga salgina burma beriladi. Beldan alohida etak. Mana tepa past bichib olindi. Endi yengimiz, yoqdan yeng alohida ajratib qo'ydim. Materialimiz boricha. Hozir mana buni 26 santimetr uzunlikda o'rtasidan olib oldim. Baribir hozir to'g'irlash jarayoni ham bo'ladi. Kimga qanaqa baland tekis qilib tushirsangiz ham bo'ladi bu yerini. Aylanaroq qilsangiz hamma har xil. Masalan, manekenda o'sha yengga o'rnatib ko'rib, keyin tikishingiz ham mumkin. Oshiqcha joylarini etagidan kesib tashlashingiz ham mumkin. Fason berish yoki bir ko'rinish berish o'zingiz xohishingiz. Bundan ingichkaroq ham qilish mumkin. Aynan 25 bo'lishi shart emas, 26 bo'lishi shart emas. Buni teng yarmidan qilsangiz ham juda ham chiroyli parpar yotib beradi. Faqat yengi bo'lishi kerak. Men shunaqa qilib hozir bichib oldim. Mana bu uzunligi o'sha belgacha uzunlikdan 5 santimetr ko'proq bo'lib ketdi menimcha. 3-4 santimetr ya'ni ko'proq bo'ldi. Uni biz burmaga terib olamiz. Orqa oldi uzunligini o'lchab turib olsangiz bo'ladi. Yelkani birlashtir. Masalan, valan uzunligini necha olish ko'rsatmadingiz yoki qanaqa qilib olinadi deganlar uchun aytyapman. Yengimiz o'sha proymani 20 santimetr tushdimmi, 20 enlikda oldim. Bilak aylanasini sig'ishini hisobga oldim. Va 5 santimetr qo'shgan holatda yeng bichilyapti. 5 santimetr normal holat, yeng buklovda 2 ga bo'lingan holatda. Bilak aylanani 2 ga bo'lasiz va yeng bicha olasiz bemalol. Ba'zilar bilak yo'g'on bo'ladi proymaga nisbatan. Shunda baribir yuqori bilak o'lchanilishi shart. Yeng uzunlik klient xohishi bilan 20-25 gacha kalta yenglar bo'ladi. Mana shunaqa qilib materialimizni ham tugatib tashladik. Va fasonni natijasini hozir ko'rasiz. Bichib sabr bilan ko'ringlar. Mana yengimiz unaqa qiyin emas. Yengni Telegram kanalda kalta yeng bichilishlarini ham tushuntirib o'tdim. Kimnikidir qo'ltig'i osilib qoladi. Telegram gruppamga o'tsangiz bor. Qisqacha video qilib imkon qadar tushuntirib o'tganman. Mana shu holatda hozir ochib olamiz. Baribir farqi bo'ladi. Alohida bichilgan yengi mana 2 mm, 1 mm ga farq qiladi. Shuning uchun yengimiz bir xil turishi uchun mana olib tashlaymiz. Ayniqsa enida ham farq qilib qoladi-da. Asosan daza bilan ham ishlaganimizda bir-birini ustiga qo'yib tushirilgani ham shunaqa bo'ladi. Endi yoqaga mana bu yashil matodan belmando bu. Shundan foydalanmoqchiman va buklov, yoqani buklovini olamiz. Mana hisob-kitob qilib, mana qaytarganimizda shuncha qolar ekan va uzunligini 5-6 santimetr pastga tushib padbord bichib olamiz. Yoqamiz padbordini. Mana yoqamizga kerakligini oldim. 3-4 santimetr o'tkazib oldim yoqadan. Mana e'tibor bering. Faqat o'sha chokkacha yetib qolmasa bo'ldi. Eniga olingan vaqtda. Uzunligini ko'rdingiz. 3-4 santimetr tushsa bo'ldi. Bunaqa ko'p ham shart emas. Mana shunaqa qilib chiroyli qilib berib olamiz. Narigi videomda to'rtburchak qilib ko'rsatdim. Bu videomda boshqacha. O'tgan safar va'da bergan edim. Boshqacha turini sizlarga ko'rsatib beraman deb. U qattiq mato edi, sirtilib ketmas edi. Shu yer bu yengimiz, valanli yengimiz. Shunga ham hozir sirazi kasoy lenta bichib olamiz. Kasoy lentani odatda matoni ro'molga o'xshatib uchburchak buklaymiz-da. Mana buklash ham qiyin bo'lyapti. Aylana bo'lib tekis ochib olib qirsangiz bo'ladi. Prosta men tushuntirish uchun sizlarga ko'rsatib o'tayapman qaysi holatda olinishini materialni. Mana shunda ochaman-da qirqib olib tashlayveraman. O'sha salgina cho'ziladigan holatda qilib. Ba'zida eniga ham olib boraman, cho'zilsa eni. Shunaqa. O'tgan safargi o'sha videoyim bor. Unda matoni turiga qarab ham bichishingiz mumkin. Yoqa turlarini aynan shu yoqani 2 xil, 3 xil tikilish jarayonlari bor. Qanaqa tikilishi? Masalan, yelkadan yonga qarab ochiladigan bo'lsa, bemalol mana shu videodagini qo'llay olasiz. Faqat chuqurligi kamroq bo'ladi. Agar chuqurligi ko'proq, yelkadan kamroq olinsin deydigan bo'lsa, nariga atlasnoy videoyim ko'rishingiz mumkin. Unda ham ko'rsatib o'tganman. Mato turiga qarab 2 xil videodagi holat tikilinadi. Bunda shtafel mato bo'lgani uchun sirtilish, ochilish ko'p bo'ladi.
Shu sabab shu yo'nalishda yoqani bichdim. Mana shu yo'nalish ham juda ham yaxshi yo'nalish. Narigi qiyinrog'i bor. Burchak ingichka juda ham bir burchagini chiqarish qiyin bo'ladi. U material qattiq mustahkam bo'lgani uchun o'shanaqa fasonda tikkanman. Va'da ham berib o'tgan edim, boshqacha turini ham ko'rsataman deb. Bu belbog' bichib oldim hozir. Ko'rsatib o'tdim belbog'. Mana hammasi tayyor, tikamiz endi. Mana va'da bergan o'sha 1 oylar bo'lib qoldimi, 2 oy bo'ldimi, va'da bergan edim, ancha bo'ldi. Shu yoqani ko'rsatib o'taman. Bu oson usuli va qulay va chiroyli chiqadigan usuli. Mato tanlamaydi. Aynan shu holatda tiksangiz. Hozir bulavka qilib olamizda o'rtasini belgilab olamiz. Nasichka bergan joyimizni men sizlarga ko'rinishi uchun ruchkada tushuntirib o'tib ketaman. Mana shunaqa qilib o'rtasini belgilab oldim. Bilinar bilinmas chiziq qilib olsak biz adashmaymiz. Ikkala tarafga 9 bo'yin ochilishi. Va 1 santimetr chuqurlikda mana to'rtburchak qilib chizib olamiz. 1 santimetr. Masalan, yelkadan 1,5 santimetr tikadigan bo'lsangiz, 1,5 santimetr chuqurlikda tushsangiz ham bo'ladi bunda. Endi ko'plar aniq tushuntirib berishmayapti. 1,5 santimetr tikadiganlar ham bor. O'rtasi 1,5 santimetr qoladi. To'rtburchak uzunchoq mana tushirib olamiz lineykada. Mana shunaqa qilib chizib olasizlar. Tepadan pastgacha 1,5 santimetr to'rtburchak uzunchoq holatda tushib olamiz. Mana shu holatda aylanib o'tasiz. E'tibor bering, o'sha ignam kattaroq tikyapti. 1-2 ko'plarda 2 bo'lishi mumkin mayda tikkanlarda qadam bilan to'rtburchak tikildi. Hamma yer burchaklari. Hozir qirqilishiga ham e'tibor berib turing burchagini. Narigi videoyimda to'g'ri burchak bo'lib chiqqan. Hozir bunda ozroq 1,5 santimetr qolganda ikkala taraf burchakka tilcha chiqarib, chokka yetmasdan qirqib tilcha chiqarib olamiz. Mana kichkinagina tilcha chiqdi va burchak demoqchiman, ya'ni. Va mana keraksiz choklarni olib tashlaymiz. Bu bo'rtib yoqamizga xunuk shakl beradi. Tepa burchagi ham, past burchagi ham bir xil chiqishi uchun choklarimiz atrofi bir xil bo'lishi kerak. Akkuratni ishlanadi shunda. Yoqamiz ham chiroyli chiqadi. Hozir yana bir chok berib olishimiz kerak. Bu shtapel matolar sirtilish xususiyatiga ega, choklardan ochilib ketadi. Shuning uchun mahkamroq qilib olaman. Sababi kattaroq chokda tikyapman. Yana bir aylantirib erinmasdan o'sha tikib olaman. Burchaklari aniq chiqishi uchun shunaqa qilib tikib olsangiz bo'ladi. Ipdan foydalanamiz. Burchak yaxshi kostyum yoqalarda, cho'ntak burchaklarida ipdan foydalanib burchak chiqarishlar juda ham qulay bo'ladi. Hozir biz endi bemalol buni chiqarib ola olamiz. Yuqa material. Mana. Deyarli mana yoqamiz tayyor dazmolga. Mana igna yordamida burchaklarni chiqarib mana shu holatda chiqarib olamiz. Dazmol qilinadi. Dazmolda ham juda e'tibor beramiz. Orqasidagi oranjevый matoyimiz yoqaga bilinib chiqib qolmasligi kerak. Hozir ko'rsataman. Mana chiroyli qilib tortganimizni dazmol qilamiz. Xuddi shunaqa qilib bostirib, shu yerlarini ham mana oranjevый mato chiqib qolmasligi kerak. Bu yoqani qirg'oqlariga ham nimalardir tikib ketish endi sizni xohishingiz. Mana tayyor yoqamiz. Bu hozir yangi volanimizni shu yelkadan o'rnatiladigan volanning qirg'oqlariga qo'yiladigan kosovbekani tikib olamiz. 0,5 chok yordamida hammasini santimetrlab yozib qo'ydim. Qanaqa o'lchanilishini ko'rsatdim.
oz tikish jarayonimdayam o'sha aynan shu yelka volanini qanaqa hisoblashni ham qizlar so'rashayotgandi. Ko'rsataman, tikkan vaqtimda ham o'zi tushunib olasiz. Oz qanaqa qilib o'lchaganimni salgina oldi belgicha uzunlik va orqa belgicha uzunlikka o'lchab, masalan bir taraf 42, bir taraf o'sha 43 chiqadigan bo'lsa ham chok hisobi, belbog'lar o'rnatadigan masofalarimizni chiqargan holatda ikkala tarafdan ham 6 santimetrdan chiqib ketgan bo'lsa, orqa oldidan 12 santimetr, umumiy misol orqa oldi bo'lib hisoblaganimizda ham o'sha 12 santimetr kam olmaysizda, orqa oldi necha bo'lsa bir-biriga qo'shib shuni uzunligiga volan bichsangiz ozroq zborka teriladi, burma. O'sha oshiqchasini burma terib, yelkaga qo'ndirib bersangiz judayam chiroyli to'kilib turgan o'sha volanli yeng chiqadi. Mana Kasoy akamiz o'sha tikish jarayonini ko'rdingiz. Oxirigacha ko'rsatishim ham shart emas. Mana bu chokimni ko'ryapsiz, orqadagi chokni. Ayni buklagan joyingiz o'sha chokni yopsa, shunda ustidagi yurib kelayotgan chokingiz bostiradi orqani ham. Mana chokimiz bor, shuni ustiga bostiryapman, mana e'tibor bering. Bostirib mahkam ushlab olaman. Bir xil bostirib olamanda, yopadi. Shunda o'sha orqa chokka o'tganda ham ustidan tikayotganim tagini ham tikib o'tib ketadi. Mana tayyor, dazmol qilamiz. Bu belbog'imiz. Buni orqaga bog'lanadigan, oldiga ikki yonga bog'lanadigani ham hozir moda bo'ldi. Uni sal kaltaroq olasiz. Endi xohishga qarab. Odatda klient o'zini metr qo'yib turib ham men o'lchab olaman. Qancha qo'yib beray belbog'ni? Masalan, bantik qilib bog'laysizmi yoki ikkita tugun qilib, kimdir ikkita tugun qilib bog'lab qo'yadi. Shuning uchun men bantik qiladiganlarga uzunroq, yo'q kaltaroq bo'lsin deganlarga o'zlaridan o'lchayman. Keyin o'sha problema bo'lmaydi klient kelgandan keyin, yoki maslahat berishim mumkin yoshlarga qarab. Yo'q, bantik bo'lmaydi, ingichkaroq qilib ikkita o'sha tushib turadigan bir ingichkaroq fasonga bo'lsin deb o'zim ham maslahat berishim mumkin. Yengimizni tom qismiga 0,5 ta chok berib olamiz. Chiroyli pasatka qilib, burma emas, pasatka bilan yeng tik beramiz. Yelkaga qo'ndirib. Kasoy olinganda baribir yeng yoq bu yoqqa qochib, surilib, bir asosga tikkan vaqtingizda xunukroq ham chiqib qolmaydi, yeng. Baribir kasoyni to'g'ri joyga tikkanda anchagina burilish yoki bir zalomlar hosil bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun chok berib olaman. Yengimizni o'sha tom qismiga zarur taji berish. Bu mana o'lchab olyapman, orqa qismiga oldini qirqib olganman, tayyor. O'sha qanaqa qilib o'lchaganimni ko'rsatdim, chizib oluvdim. Videoga tushmabdi, shuning uchun qanaqa qilib o'lchaganimni o'sha ikki taraf bir xil bo'lishi uchun sizlarga ham ko'rsatib o'tdim. Chok hisob tashlab ketganman. Va mana endi yelkalar, kichkina o'sha proymalarga yelkalarimizni ulab olamiz. Endi baribir mellani hisobi bor, materiali cho'zilgan, bo'sh turgan holatda bichilgan bo'ladi. Shunda 0,5 santimetrcha o'ynab qoladi. Aynan shunaqa alohida bichilgan detallarimiz. Mana ikkala orqa oldi proymalarni bir-biriga yelkalarini tikdik. Albatta overlock qilamiz. Va mana bu orqa yelkamiz, orqa detalimiz. Bunga men Kasoy aka bilan ishlov berib olaman. Sababi issiq, orqalar terilamasdan o'sha baribir frizelenlar, dublerenlar qizdiradi tanani. Shuning uchun oddiy o'zidan yengilgina qilib Kasoy aka ishlov berib qo'yaman.
salgina o'sha kasobekani tortibroq tikiladi. Ozroq unaqa kuchli tortilmaydi, shu sabab orqa yig'ilib qolsa oldiga to'g'ri kelmay qoladi. Mana e'tibor bering, chokni ustiga yopdim. Mana aniq ko'rinibdi. Ko'plar shuni tikishda ham juda qiynalishyapti. Mana yana chokni ustiga yopaman. Qiyin emas, hech qanaqa qiyin emas. Bemalol tikib olasiz. Mana o'rtaga bukladim va yana bukladim. Bir xil. Juda ham akkuratni chiqadi. Aynan o'sha chokni ustiga yopib, ustini ham bir xilligini tekshiring. Hammasi o'z qo'limizda boshqarish. Mana tayyor. Chiroyli qilib dazmol qilamiz bostirib. Mana oshiqcha joylarni kesib olamiz. Biz sababi tekis olgan edik, tagidagi o'sha yashil matodagini. Ortiqcha keraksislarini qirqib olib tashlab, oddiygina mana shunaqa qilib o'rnatib olamiz. Burchagini chiqarib, mana ozroq farq qilibdi yelkadan. Hech qisi yo'q. Endi oldini asosda bichganim uchun orqaniki shundoq o'zini bichgandim. Shuning uchun farq qilgan. Mana. Hozir ortiqchalarni to'g'rilab olamiz. Mana qaradik, yaxshi. Hozir mana yelkalaridagi ortiqchasini olib tashlaymiz. O'zi bilinib turibdi, qanaqa olingani, qancha olib tashlash ko'rinib turibdi. Shuni olib tashlasak, tekis qilib. Pastgacha tushmaymiz, o'zi pasti yaxshi. Endi bu tarafini ham. O'zi ko'rinadi keraksiz joylar. Albatta kontrol bo'lishi shart. Oldi kenglik, orqa kengliklar, ayniqsa o'sha o'rtasidan yelkadan bo'lingani hisobiga chok hisoblari bilan oldi kenglik, orqa kengliklarimiz tekshirilishi shart. Mana valanimizga e'tibor beringlar. Yelkadan mana o'lchadim pastgacha. Metrda ham xuddi shuni o'lchab olganman mana. Teppa-teng turibdi. Bu yerga biz belvoq va pastki etakni tikadigan joyimizga qolish kerak. Shuning uchun valan tikib qo'yadigan bo'lsak, valanning ustiga yo tagiga belvoq tushib qoladi. Shuning uchun biz hozir valanni sal teparoqqa 5-6 sm tepaga ko'tarish maqsadida zborka teramiz. Zborka terib, shunda 5-6 sm ko'tariladi va mana bu valanimiz ham, yengimiz ham chiroyli parpara bo'lib chiqadi. To'kilib turadigan bo'lib. Asosan yelkaga ko'proq berilsa, masalan, yelka o'rta chiziq chokidan, mana o'rta chokidan ikki tarafga o'sha 5 dan 8 santimetrgacha bo'lgan masofaga ko'proq berilsa ham bo'ladi. 10 santimetrli ikkala tarafga o'sha 8 bersangiz ham bo'ladi, yaxshi. Va yana terib olamiz, kamlik qildi. Keragicha terib olib, chiroyli qilib va o'rnatib, o'rtasini, sentrini o'rnatamiz. Nasichka berganmiz, o'sha nasichkani qo'ydik. Ikkala tarafga ham bir xil burmalar terib oldik. Ba'zi tarafga ko'payib ketsa, mana bu o'rtadagi nasichka qochadi. Yo orqaga, yo oldinga qochadi. Shunga ham e'tibor beringlar. Shundoq o'sha nasichkani, o'sha burmani terib olgandan keyin shuni qo'ysangiz, qaysi tarafga qochgan bo'lsa, o'shandan surib tashlaysiz, o'rtaga keltirasiz qisqasi. Akkuratni qilib tikib olamiz. Xudo xolasa, mana shu fasonni ham niyat qilgan edim chiqarishni ancha oldin va va'da ham bergan edim, chiqaraman xudo xolasa deb. Mana bemalol tikishinglar mumkin. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Mana bu burmalarini alohida qilib qo'limda terib chiqyapman. Shunga ham e'tibor bering. Mana pastlarga ozroq berilgan, juda ham oz miqdorda.
Mana deyarli tikib bo'ldik. Ortiqcha joylarini olib tashlaymiz. Mana belbog'imizga ham mana joy qoldi va pastga etak tikish uchun ham joy qoldi. 1 santimetr, 1,5 santimetr. Mana o'rnatib oldik chiroyli qilib. Va endi proymalarimiz orqani orqaga, oldini oldiga qilib tikib olamiz. Adashtirib qo'ymaslikka e'tibor bering. Sababi oldimizda relief chokimiz bor. Tepadan tushgan vitichka chokimiz bor. Shuni nasichka berib qo'yganmiz ko'krak uchiga. Aynan o'sha proymani ham bir-biriga, proyma tarafni ya'ni. Mana shunaqa qilib, aniq qilib tikib chiqishimiz shart. E'tibor bering, tepada o'sha nasichka qirqim berib qo'yganman. Yelka-choklarga to'g'ri keladi, orqasi orqasiga. Mana shunaqa qilib tikib chiqamiz va o'sha volanini buklanib qolgan joylarini qo'shib tikib yubormaslikka harakat qiling. Chiroyli qilib tekislab, tagidagini ham bir xilda qilib tikib kelishga e'tibor beramiz. Mana bu tarafi ham xuddi shu holatda tikilinadi. Endi ko'rsatishim shart emas u. Tekislab olamiz, sal tortish berib qo'yibdi va tikib olamiz proymasini. Proyma tarafini ya'ni. Overlock qilinadi albatta, dazmol qilinadi choklar. Mana shu holatda. Tagidagi o'sha volanlarimiz ham chok orasiga taxlanib kirib qolish ehtimoli juda ham kuchli. Shuning uchun shunga ham e'tibor beramiz. Erinmasdan to'g'rilab mana chok ustidan yurib tikib olamiz oxirigacha. Yelkalar overlock qilib dazmollanib keyin tikilsa akkuratniy chiqadi. Keyin dazmoldan keyin tikilgandan keyin dazmol qilish befoyda. Choklaringiz umuman o'xshamay chiqishi mumkin. Mana bu endi yon taraflar tikib olamiz. Yon choklarni. Belbog'ni ikki yonga osilib turadigan qilib, ikki yonga boylanadigan bo'lsa, orqa detalimizga ham xuddi shunaqa qilib oldiga qanaqa tikkan bo'lsak tikib olsangiz bo'ladi. Hozir biz mana etakka burma berib terib oldim. Etakga moslaganim ko'rdingiz. Bir enni oldim. Matoni bir enini faqat yubka uzunligini o'lchadimda, matoni shunday yirtib oldim. O'shani etak uchun ishlatdim. Boshqa qo'shganim yo'q. Unaqa ko'p ham zborka bo'lmadi. Zborkasiz ham bo'lib qolgani yo'q. 48-razmerga. O'rtacha holatda bo'ldi, yengilgina. Mana zborkalarni qo'lim bilan terib bir xilda qilib to'g'rilab yon chokini etakni qo'yib aylantirib tikib olaman. Aynan shu zborkali etaklar tikilganda erinmasdan 2 qator tikib qo'ysangiz, overlockdan tashqari 2 qator tiking to'g'ri chokda. Sababi eng ko'p harakat bo'ladigan kiyib yechilganda ham shu belga nagruzka tushadi, choklarga, bel choklariga. Yirtilib chokkidan ketishi mumkin. Shuning uchun 2 marta erinmasdan tikib yurib bersangiz juda qulay bo'ladi. Mana tikkan vaqtim ham o'zi bir qator tikkanligim uchun shunaqa surilib ketish ko'p bo'lyapti. Boshqa videolarimda 2 martadan ham tikib ko'rsatib berganman. Mana sababini ham ko'rsatib o'tmoqchiman sizlarga. Bir qator tikilsa ozroq ish qiyin bo'ladi. Ozgina qochadi baribir. Zborkalar u yoq bu yoqqa surilib qoladi. Surilish tez bo'ladi. 0,5-0,5 oraliq masofada yoki 0,3 oraliq masofada 2 qator tikib keyin zborka bersangiz 2 qatorda tikishda ham bemalol tikasiz va skladkalaringiz, burmalaringiz juda ham chiroyli chiqadi.
bir xilda. Mana shunda ham qo'lim bilan tekislab ozroq vaqt ketadi, lekin aniq chiroyli chiqadi. Sharillatib unga tez e'tiborsizlik bilan tikilsa umuman chiroyli chiqmaydi choklarimiz. 2-3 minut cho'zilishi mumkin, lekin juda ham chiroyli bo'ladi. Va overlock qilamiz albatta. Etakni qancha hisob-kitob bo'yicha bichgan bo'lsangiz, shuni buklab olasiz. 1,5 santimetrda buklab beryapman men. Sababi ko'rdingiz, matodan umuman qolgani yo'q. Ha, aytgancha buni shimi ham bor. 103 klientimiz bo'ylari baland bo'lgani uchun 103 santimetrli keng shimi bor. 3 metr matodan chiqdi. 3 metr yuvganimizda 275 qoldi. Bu kichkina yengimiz. Kichkina yengimizni ham yelka qismiga ozroq o'sha posatga berish uchun tikib oldim. Buni qiyin joyi yo'q, yeng o'rnatishi tayyor yeng, mana promoga moslab oldik va aylantirib tikib chiqamiz. Buni ko'rsatishni aslida hojati ham yo'q, hamma o'sha deyarli bilib qolgan qanaqa yeng o'rnatiladi. Yeng o'sha tayyor yengni o'rnatish hech kimga muammo emas. Mana 1 santimetr chok hisobi bilan tikib aylantirib chiqyapman. Yana bir narsa, yeng o'rnatishda asos ustida turgan holatda tiking. Bunda mana bu burmalarimiz qochadi. Yeng doim asos ustida turib tikilish shart. Hozir yeng ustida turibdi men tikkan vaqtimda. Men hozir srazu shundoq tikib ketdim, shuni bildirib o'tmoqchi bo'lib tikdim. Yeng unchalik ham chiroyli chiqmaydi yengdan tikilsa. Yelkadan mana bu ustidan tikiladi. Mana tayyor ko'ylagimiz. Mana shu holatda tayyor bo'ldi. Videoyimni kuzatganinglar uchun kattakon rahmat. Sog' salomat bo'linglar.